Termiz shahridagi Surxon sport arenasida o'tkazilgan badiiy gimnastika bo'yicha O'zbekiston chempionatida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri hamda viloyatlardan 300 nafarga yaqin sportchilar ishtirok etishdi. 3 kun davomida bo'lib o'tgan bellashuvlardagi qizlarning chiqishlarini malakali hakamlar jamoasi boshqarib borishdi. Aytish kerakki, badiiy gimnastika sportchidan o'ta noziklik, chaqqonlik va epchillik hamda sinchkovlikni talab etadi. Bunday talablar ular tomonidan ijro etiladigan nozik harakatlarning bexato chiqishiga asos bo'ladi. Bellashuvda qizlar tayyorlagan kompozitsiya, ijro mahorati, raqs va gimnastika elementlarini bajarish qobiliyati bo'yicha baholandi. Musobaqa juda ham chiroyli tashkil qilingan va ko'tarinki ruhda o'tmoqda. Musobaqani o'tkazishdan asosiy maqsad prezidentimizni 2022-yil 23 dekabrdagi 449-sonli gimnastika turlarini yanada rivojlantirish to'g'risidagi qarorni ijrosini bajarish, badiiy gimnastika bo'yicha yosh qizlar o'rtasida eng kuchli sportchilarimizni individual mashqlar bo'yicha va guruh mashqlarida aniqlash, ularni terma jamoalarga jalb qilish va mana shu 2025-yilda ko'zda tutilgan yirik kompleks musobaqalarga jamoalarni tanlab olgan hisobda tayyorlab borishdan iborat. Bellashuv zarur talablar va qoidalar asosida bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar yakkalik hamda guruh bahslarda o'z omadlarini sinab ko'rishdi. Muhimi, sportchilar mazkur musobaqada o'zlarining mahoratlarini yana bir bor sinovdan o'tkazdilar. Termiz shahrida birinchi bor o'tkazilgan chempionatda Surxondaryo viloyati gimnastika sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabining qizlari halqa yo'nalishda 3-o'ringa sazovor bo'lishdi. Muntazam ravishda mashg'ulotlarga qatnashgan, ustozlarning saboqlaridan tegishli xulosa chiqargan ishtirokchilar g'oliblar safidan joy olishdi. Natijalarga ko'ra, umumjamoa hisobida birinchi o'rinni Toshkent shahri qizlari qo'lga kiritgan bo'lsa, ikkinchi o'rin Samarqand viloyati jamoasiga nasib etdi. Buxoro viloyati sportchilari 3-o'ringa loyiq deb topildi. Bellashuv yakunida g'olib va sovrindorlarga diplom, medal va esdalik sovg'alar topshirildi. Ushbu bellashuv xalqaro miqyosdagi turnirlar oldidan o'ziga xos tajriba maktabini o'tashi bilan ahamiyatli bo'ldi.